ota, ona maqomiga erishish har bir insonning orzusi. Bepushtlik tashxisi esa bu orzularni sarobga aylantiradi. Bugun biz erkaklar bepushligi va uning zamonaviy davo usullari haqida mutaxassislar bilan suhbatlashamiz. Marhamat. Statistika ma'lumotlarga agar yondashadigan bo'lsamiz, taxminan 10 ta juftlikdan bittasi bepushtlik alomatlari bo'ladi. Bepushtlik holati kuzatilganda ham erkak kishi, ham ayol kishi baravar tekshirishini biz maslahat bergan bo'lardik. Urug' fohishalarni yallig'lanishga mana yana sil kasalining o'zi ham olib keladi, yana trixomoniyaz kasalligi va boshqa ko'p turli bakteriyalar olib keladi. Ikki taraflama kriparkizm bo'lsa, buni agar vaqtida 2 yoshga qolmasdan agar yorug'dagi jarrohiy yo'l bilan joylashtirilmasa, 98% da erkaklik bepushtligiga olib kelishi mumkin. Bepushtlikning bir nechta sabablari keltirib o'tildi va ulardan alohida o'rin tutgani bu gormonlar hisoblanadi. Ayni masalada malakali tibbiy teleqabul yakshanba kuni soat 17:50 da O'zbekiston telekanalida. O'zingni angla.